Bugungi kunda xalq tabobatining turlari ko'p. Ulardan biri apiterapiya, ya'ni ari zahri bilan davolash. Birgina asal ari chaqqanida 50 ga yaqin mikroelementlar va oz miqdordagi zahar organizmimiz salomatligi uchun xizmat qilishi aniqlangan. Artrit va osteoxondroz, bosh og'rig'i, qon tomir, churra xastaliklari, quloq, burun va shu kabi ko'plab kasalliklarni davolashda foydalaniladi. 1960-1983 yillarda asalarichilik bilan shug'ullanib, apiterapiya bo'yicha malaka oshirgan Bakirboy Teshabayev 2000-yildan apiterapiya faoliyatini tabib sifatida boshlagan. 2017-yilda Bakir bol ari oilaviy korxonasiga asos solindi. Korxona qoshidagi xo'jalikda 150 dan ortiq asalari oilalari mavjud. Ushbu avlod vakillaridan Murodjon Shodiyev korxona rahbari va 20 yildan ortiq soha bo'yicha tajribaga ega mutaxassisdir. Bugun xalqimiz orasida ommalashib borayotgan ushbu tabobat turidan qaysi yosh vakillari foydalanishi mumkin? 5 yoshdan yuqori va 80 yoshgacha odatda tajribamizda ko'rdik, yuqori natijalar berdi. Bemorlarning muolaja davri bo'yicha xalqimiz ma'lumotga egami? Muolaja davri 10 kun hisoblanadi. Bitta seansda birinchi kundan boshlab bir dona hamda 2 dona qo'yib organizm tekshiriladi. Ya'ni asalarining zahariga qanaqa reaksiya beradi. Har bir bemor murojaat qilgandan so'ng shu kasallik turini davolash uchun o'rtacha 3 ta kurs olish zarur bo'ladi va mana shundagina yaxshi natijalar olish mumkin. Inson organizmi juda murakkab tuzilishga ega. Shuning uchun ham apiterapiyada zarur nuqtalar qanday aniqlanadi? Bu jarayon har bir kasallik turiga alohida yondashiladi va shu nuqtalar oldindan belgilanib va faqat shu nuqtalarga qo'yiladi. Masalan, qandli diabetda faqat qandli diabetning nuqtalariga qo'yiladi. Insultdan keyingi holat reabilitatsiya jarayonida qo'yiladigan nuqtalar esa boshqa. Yilning qaysi mavsumi bo'lishidan qat'iy nazar sog'ligingizga bee'tibor bo'lmay, o'zingiz va yaqinlaringizni hamisha asrang.